Do'stlar qaranglar, ukloniga bitta ahamiyat beramiz. Suv bir tomonga juda ham tezlik bilan ketyapti. Qaranglar, oddiy baklashkani ham shunday qo'yib turib, shunday qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, ketishini qaranglar. Endi yomg'ir yog'sa, umuman suvingiz to'planib qolmaydigan bo'ladi. Suvni tushishiga bitta ahamiyat beramiz. Eng qiziqarlisi +5 boshlar ekan. Bosilgandan keyin +5 qoladi deyapti. Usta to'g'ri, rostdan +5 qoladimi? Ha, aka 6,5 metr tashlaymiz. Shkatoydan keyin 5 sm 5 sm qoladi. Asfaltimiz qanaqa, mayinmi yoki asfaltimiz yirimi? Farg'onaning eng mayin asfaltdan bo'ladi aka. Sifatli asfalt. Sifatli asfalt bo'ladi. Qilakashga qancha garantiya beriladi aka? 1 yil garantiyasi bor aka. Ko'chib ketishiga, suv to'planishiga hammasiga garantiyamiz bor aka. Uklonni ko'p turganlarni nivellarda olamiz. Ikki tomonga ham kulon qilib beraverasiz. Ha, ikki tomonga ikki tarafga ham kulon qilib berilaveradi. Juda ham zo'r. Bundan tashqari aka zaskasini nima qilinadi? Zaskasini bosib berasizmi? Zaskasini olib bersa o'zimiz olib kelib turib, shu uklonni tayyorlab turib. Narxi necha pul bo'ladi? Narxi aka 60 mingdan 70 ming so'mgacha. Aka 55 mingdan qilaylik aka. 55 mingdan aqvor. Vodiy bo'ylab do'stlar 55 ming so'mdan 70 ming so'mgacha chiroyli ko'rinishda sizlarga ham bosib beradi. Narxi faqat yo'l kirasida o'zgaradi. 100 uzoqda bo'ladigan bo'lsa, oz-moz yo'l kirasiga qo'shilib qolar ekan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsangiz, chiroyli qilib sizga ham asfalt bosib berishadi.